Yahyo payg'ambar tug'ilgan kunlarda Rim imperatori Avgustus Rim imperiyasidagi barliq xalqqa nopus tizimlash buyrug'i tushirdi. Tunji qitimliq bu nopus tizimlash Kiriyning Suriya ülkesiga vali bo'lib turgan vaqtida elib berilgan edi. Tushirilgan buyruq bo'yicha hamma odam nopusga tizimlanish uchun o'z yurtlariga qaytishdi. Shuning bilan Podsho Davudning avlodidan bo'lgan Yusufmu Galiliya o'lkasidagi Nosira shahridan ayrilib, Yahudiya o'lkasidagi Podsho Davudning yurti Beytlehem yesiga ketdi. U bo'lg'usi ayoli Maryamni tizimlanishga birga elib bordi. Maryam bo'lsa homildor edi. Ular Beytlehem yesida turgan vaqtida Maryamning oy kuni to'shib qoldi. Biroq saroylarda ularga uy chiqmag'achqa bir otxonada turishga majbur bo'ldi. Maryam shu yerda tunji o'g'lini tug'ib, zaklab otning o'qirga yotqizdi. Beytlehem yesining sahrolarida ba'zi padishlar dalada tunab, padlarga qaraytdi. Shu kuni ularga Xudoning bir farishtasi ko'rinib, Xudoning parlaq nuri ularning atrofini yo'rtib. Ular intayin qo'rqib ketdi. Biroq farishta ularga qo'rqmanglar, men sizlarga butun xalqni xushal qiladigan bir xush xabarni yetkazman. Bugun Podsho Davudning yurti Beytlehem yesida Rabbinglar bo'lgan qutquzg'uchi Masih dunyoga keldi. Uni qandoq toniyalaymiz deb so'rsanglar, u yerga beringlar. Shu chaqda otning o'qirga yotqizilgan zakuloqliq bir bovoqni ko'rsizlar. Bu sizlarga berilgan belgidir, dedi. Birdinla yilqi farishtaning atrofida boshqa nurg'ulgan farishtalar paydo bo'lib, Xudoni madhiyalab, arshi Allohdagi Xudoga shon sharaflar bo'lsin. Uning yer yuzida yaqin ko'rgan bandalariga omonlik bo'lsin, deyishdi. Farishtalar ulardan ayrilib, osmonga chiqib ketgandan keyin podishlar bir-biriga Beytlehem yesiga berib, Xudo bizga uqtirgan bu voqeani ko'rib kelayli, deyishdi. Ular darhol Beytlehemga berib, Maryam bilan Yusufni tepib, o'qirda yotgan bovoqni ko'rdi. Padişlar ahvolni ko'rgandan keyin farishta aytgan bovoq haqidagi so'zlarni kishilarga yetkazdi. Buni anglaganlarning hammasi padishlarning deganlariga hayron qolishdi. Maryam bo'lsa, bu ishlarning hammasini ko'nglida saqlab, cho'nqur o'yladi. Padishlar qaytishib, Xudoga madhiya o'qishdi. Chunki ko'rgan va anglaganlarning hammasi farishtaning aytganidek bo'lib chiqqan edi.